دادام بۇرنۇمغا پۇراپ كەتتى. ئاپتورى ئەزمەت ئەخمەت تاران. Mikrofon aldıda Halide Erkin. Opa, dadam yeni burnumga purap ketdi. Onun kiyimlerini yotqan qilib yepib qo'ya. Kechicha uning hidini purap yotay. Opa, menga nemishqa yuz yechini sanashni uyatding. Dadamni ko'rmaganimga bugun naq 100 kun bo'ldi. Endi qancha deb sanayman? 100dan keyin necha bo'ladi, opa? Buni bilmaydigan tursam. Momamdan so'rasam, dadam osmonga chiqib ketibdi. Qachonmi tushar endi? Qizimning suollari yuragimga pichoq besidek sanjilmoqda. Bilamsiz, siz ketgandan buyon men erga aylandim. Qizimizga sizning yo'qingizni chandurmaslik uchun sizdek bo'lishga tirishdim. Uningga siz aytib beradigan naqshlarni aytdim. Siz burun so'zlaydigan burunning burnisidan so'zlab berdim. Lekin men yanıla siz bo'lolmadim. Bugun sizdan ayrılganimizga sağ 100 gün bo'ldi. Aqlli qizimiz bu 100 günni sanashni birer qitim unutib qolgani yo'q. Lekin o bu 100 günning menga davomlashadiganligini hargizmi his qilolmaydi-da. Kunida atiyini o'rnidan turib, birinchi bo'lib qiladigan ishi kalendarga belgi urish. Ikkinchisi bo'lsa, ishqinlarning tushgan rasmini menga ko'z-ko'z qilish. Dadam qachon keladi, opa? Mana bu gapni menga har qitim degan chig'ida men uningga qanday javob berishni bilolmay. Kalendar to'shqanda keladi, qizim, deb javob berib qo'yaman. Kalendar to'shay dedi. Kalendar to'shayli deb qoldi dadasi. Kalendar to'shayli deb qoldi. Opa, dadam burnumga purap ketdi. Tam ata atmayla. Qizingizning g'alvisi yana boshlandimi? Uning qo'lida siz doim kiyib olgan qizil rangli ko'ynikingiz turadi. Bichar, to'ymay o ko'ynakni puraydi. Opa, sen o purap haqqini bu ko'ynak dadam puraydi ekan. O ko'ynakni qancharat kiyib yotganimni sabiy qizimiz his qilolmaydi. Hargizmi his qilolmaydi dadasi. Kiyimingizga singib ketgan puraq bag'an sari suslishyapti. Bag'an sari suslishyapti dadasi. Lekin qizingizning qalbidagi dadalik puraqingiz o'zliksiz kuchayotganligiga shaksiz ishonib turibdiman. Bugun qizimizning tug'ilgan kuni. Hammaylanga ayonki, bugungi kunda sizning kam bo'lishingiz to'limi azobli bir ish. Qanday qilaman? O'yan o'ylab, buyan o'ylab bir qamlashmagan aql kallamga kelib qoldi. Og'iningiz ilhomiga telefon qilib, sizning o'rningizda qizim bilan paranglashib qo'yishni o'tindi. Telefon keldi. Qo'lim titrab, yuragim og'zimga tiqilib qolayli deb qoldi. Telefonni qizimga berdim. Uning oldida yig'lamaslik uchun o'zimni qattiq tutib oldim. Voy dada. Tatlı qizim, tug'ilgan kuningizga muborak bo'lsin. Rahmat jinim dada. Sen qachon kelasan? Menga tort akilib beramsan? Albatta qizim, sizga tort olib berman. Meni seg'indingizmi? Ha, dada. Sizni ben seg'inib ketdim. Tez keling, qachon kelasiz?
ularning keynidan nimalarni deyishganligini anglayolmadim. Yo'q, anglashga petinolmadim. Rayimga bormay iqib tushgan yoshlarim qizimga ko'rsatmaslik uchun boshqa bir uyga chiqib ketdi. Kallamda tuman ming xiyol. Men nimanchi deb acaba qizimni menga mushundaq aldab o'tamanmi? Bichora bundan keyinki har bir tug'ilgan kunida sizning yolg'on telefoningizni saqlab o'tiraman. Men sizga o'sh bo'ldim. Bekli o'sh bo'ldim tanisi. Men bekli o'sh bo'ldim. Zimmingizdagi mas'uliyatni ado qilib bo'lanmaylar. İki acizani bu dunyoga mangulik tashlab qo'yib ketdingiz tanisi. Opa, dadam keladigan bo'ldi. Qizingizning hayajon ilkida to'xtamay so'zlashlari xayolimni buzib etdi. Qizim, gapimni yaxshi anglang. Dadingiz endi kelanmaydi. Bu sizning ig'simdan qandoq chiqib ketganligini o'zimmi bilmayman. Uning ko'zlari yo'g'on ichilib menga qarab turib qoldi. Yolg'on. Men boya dadam bilan paranglashdim. Telefonda o men kelaman dedi. O dadingiz emas qizim. O dadingiz emas. Endi qaytib kelanmaydi. Hergiz qaytib kelanmaydi. Qaytib kelanmaydi qizim. Meni kechiring. Sizni aldig'imni kechiring. Meni kechiring qizim. Ya dadam keladi. Dadam keladi. Telefonda menga kelaman dedi. Dadam keladi opa. Sen yolg'on so'zlayapsan. Dadamning ko'nglim keldi. Dadamning yeniga meni opirib qo'y. Meni opirib qo'y. Meni opirib qo'y opa. Dadamning itini purib olay. Dadamni pek sig'inib ketdi. Qizimni bag'rimga chiqib bosdi. Bichorning nolisiga chidayolmadim. Faqatli chidayolmadim. Dada! Qizim, sizni dadingizning yeniga opirib qo'ysam, men qanday qilaman? Men faqat siz bo'lg'achqila hozirgacha yashab kelyapman. Siz meni tashlab ketmang. Mendan ayrilmang bolam. Mendan ayrilmang. Siz yo'q o'tkazilgan tug'ilgan kun mana bu shundoq ichinishli holatda oxirlashdi. Yig'lab qachonlarda uxlab qolganligimizni bilmayman. Ko'zimni ichib, beshimning qattiq og'riyotganligini bildim. Bu balkim qattiq yig'layotganligimdan bo'lsa kerak. Sahar quyoshi uyimizni illatib turadi. Qizimizga hamma gaplarni davatganligimdan yeniklab qolgandek qilardim. Qizimiz oqshomgi kiyimlari bilan uxlayotdi. Qizimizning qo'lida yana sizning qizil ko'ynikingiz. Men o'rnimdan turib noshlik tayyorlayotdim. Kundalik odatim bo'yicha qizimiz eng amroq yemakligini uningga pishirib bermoqchi bo'ldim. İşlerimni tugitib, uning yeniga kirib, dong etib turib qoldim. U yiliqi kalendarga yana balki urvatadi. Appa, dadamning osmonga chiqib ketganiga 101 kun bo'ldi.
zarım can ata sizni acab sig'indim g'arib ko'nglim bezleşken bağrınızni sig'indim arzu qildim tushimda bir ko'rishni ming quyoshning tafti bor mehringizni sig'indim yıkılganda hayatning egri tuqay yo'lida tur o'g'lim deb yularga qaddingizni sig'indim sig'inishning o'tlarini xasta qildi dilimni ah nadomat qo'ynida ata sizni sig'indim yüzünüzni göremey feryat urup yığladım siz barbazar kaynıgan uyimizni sig'indim kabrimizni yoklugum söydim yürek kan edin bir mertebe suyuşken yüzünüzni sig'indim yüzünüzni sig'indim nadanken men bor chog'da bilmay yurib qadrini endi